Kino olamining eng boy va mashhur komik aktyor haqida eshitganmisiz? Maktabda doim uni tashqi ko'rinishi uchun masxara qilishgan. Bolaligidan u duduqlanishidan juda qiynalgan. Sinfdoshlari esa uni o'zga sayyoralikka o'xshatishardi va doimiy masxaralardan u juda tortinchoq va kamgap bolaga aylanib qolgan. Universitetga kirgach, aktyorlik san'atiga qiziqib, uning haqiqiy kasbi aktyor ekanligini tushunib yetadi. Uning ijodiy faoliyati universitet davrida boshlangan. U seriallarda rol ijro etish uchun kastingda qatnashadi va barcha seriallardan rad javobini oladi. Ammo o'ziga bo'lgan ishonch va tinimsiz urinishlardan so'ng Qora ilon serialida rol ijro etadi. Ammo haqiqiy shuhrat unga Mr. Bean komediyasi bilan kelgan. Film muvaffaqiyat qozonadi. Uning duduqlanishi butun dunyoga mashhur komik aktyoriga aylantiradi. Rowan Atkinson hozirgi kunda eng boy va mashhur komik aktyorlardan biri hisoblanadi. Uning boyligi taxminan 150 million dollarni tashkil qiladi. Rowan Atkinson bir kun shunday degan: "Kulgu bizga muammolarni biroz muddat unutishga yordam beradi, ammo uning yechimini bermaydi." Aytingchi, Rowan Atkinson qaysi filmini kulib tomosha qilgansiz? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Ha aytgancha, siz buni bilarmidingiz?